Data scientist bu faqat bugunning emas, balki kelajakning ham kasbidir. Chunki bugungi kunda kompaniyalar har kuni milliardlab datalar bilan ishlamoqda. Shu sababli data science mutaxassislariga talab kundan kunga oshib bormoqda. AQSh mehnat statistikasi ma'lumotlariga ko'ra, data science ga aloqador kasblar keyingi 10 yil ichida 34% ga oshishi kutilmoqda. Bu esa ancha kasblarga solishtirganda baland ko'rsatkich hisoblanadi. Jahon iqtisodiyot forumi esa AI va Big Data mutaxassislarini 2030-yilgacha eng tez rivojlanadigan kasblar qatoriga kiritgan. Ayrim prognozlarga ko'ra esa Big Data mutaxassislariga bo'lgan talab 70% dan ortiq o'sishi kutilmoqda. Bu tendensiya O'zbekistonda ham kuzatilmoqda. IT kompaniyalar, banklar, marketplacelar, telekom operatorlari va yirik retail kompaniyalar data science va AI mutaxassislarini faol qidirmoqda. Bugungi kunda O'zbekistonda ham xalqaro kompaniyalar uchun masofadan ishlayotgan data scientistlar soni oshib bormoqda. Bunga yorqin misollardan biri Korzinka. Kompaniya ma'lumotlar bilan ishlash, biznes jarayonlarini rivojlantirish uchun xorijdan tajribali data science mutaxassislarini jalb qilgan. Bu o'zimizning bozorda ham data science mutaxassislariga nisbatan ehtiyoj oshib borayotganini ko'rsatadi. Daromad masalasiga keladigan bo'lsak, bu soha vakillari xorijiy bozorda $80,000 dan boshlab $200,000 daromad topishadi, albatta yiliga. Bu shuni anglatadiki, bu kasb vakillari nafaqat istiqbolli, balki yuqori daromadli kasb ham egalaridir. Bu sohani egallagan mutaxassislar logistika, sun'iy intellekt, IT, bank, hatto tibbiyot sohalarida ham ishlashlari mumkin. Agar siz ham ushbu sohani o'rganib, xalqaro kompaniyalarda yuqori daromadga ishlamoqchi bo'lsangiz, ID universitetida sizni kutib qolamiz. Chunki bu universitetda siz xalqaro standartlar asosida Britaniyaning Wolverhampton universiteti bilan hamkorlikda tuzilgan dastur orqali o'qitilasiz. Bu dastur davomida siz amaliy loyihalar ustida ishlaysiz va o'z kasbining mutaxassislari tomonidan ta'lim olasiz. Ha aytgancha, bitirgandan so'ng bitta emas, ikkita diplomni qo'lga kiritasiz. Birinchisi IDU diplomi va ikkinchisi top 800 talikka kiradigan Wolverhampton diplomidir. Bu sizni nafaqat mahalliy bozorda, balki xalqaro bozorda ham raqobatbardosh kadr bo'lishingizga yordam beradi. Agar siz ham kelajak kasbni egallamoqchi bo'lsangiz, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va IDU kirish imtihonlariga bepul qatnashing. Thank you.